Hey, assalomu alaykum hurmatli do'stlar, salomatmisiz? Aytishlaricha, biz birlashaylik deb o'zimizning mustaqilligimizni, iqtisodimizni, diplomatiyamizni Turkiya oyog'i ostida o'tayotgan ekanmiz. Negadir hech kim mana shu jarayonda Turk birligi, turkiy davlatlarning yaqinlashishini Turkiyaning oyog'ini ostiga tushish deb tushunyapti. Yoki propaganda qilyapti. Bu kimga kerak deb o'ylaysizmi? Hozir ozgina shu haqda gaplashamiz. Ko'rib turgan Rossiyaning ko'pgina provinsiyalari, respublika darajasidagi hududlari, federatsiyaning aksar hududlari turkiy xalqlar ularning davlatlariga tegishli. Ko'rib turganingizdek, mo'g'ullar ham o'zlarini turklarga aloqador deb bilishadi. Va albatta Xitoyning kattagina Shinjon okrugi va Sharqiy Turkiston deb ataydigan Uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar yashaydigan katta bir hududi bor. Va Eronni gapirmasa ham bo'ladi. Bu yerda rosa ko'p turkmanlar, Ozarbayjon turklari, balojlar, kurdlar va hokazo ko'p, lekin aksari siyosiy va armiya darajasidagi yutuqlar turkiy xalqlarga tegishli. Biz o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, tojiklar, bizning ham ajdodlarimizning orasida turkiy xalqlar ko'p. Muammo nimada? Tojiklarni Forsiyda tiqishtirmoqchi bo'lyapsizmi? Ularning ichida ham turkiy xalqlar ko'p. Tojikiston Respublikasining ichida ham Laqay deb nomlanadigan o'zbeklar, o'zbeklarning o'zlari, qirg'izlar juda ham ko'p. Bu katta davlatlar turkiy xalqlarning diplomatik aloqalari, iqtisodiy aloqalar birlashishidan manfaatdor emas. Territoriyalar, hududlari nuqtai nazaridan birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda diplomatik nuqtai nazar. Chunki biz atigi 150 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, katta bir kuchga ega bo'lgan davlatlarimizning qulayotganligini ko'ramiz. Lekin 200-300 yilga boradigan bo'lsak, bu hududlardagi ta'sir doirasi eng katta kuchli davlatlar bizniki bo'lgan. Va ular bizni tariximizni bizdan ko'ra juda ham yaxshi bilishadi. Biz tavallo qilib, egilib Rossiyaga muhtojligimizni ko'rsatayotganimizda, Xitoy bilan mustahkamlayotganimizda aloqalarimizni, Eronning bugungi ahvoli uchun ko'z yosh to'kayotganligimizda, ular bizning yoshlarimizning miyalarini aynitib, sen turklardanmisan yoki musulmonmisan? Musulmonchilikda millat degan tushuncha yo'q. Agar sen turk bo'lsang, musulmonchilik arablar sizga bostirib kelgan. Bunaqa qilish yaxshi emas. Yo musulmonlikni yo turklikni tanla deyishyapti. Aslida muammo nimada bilasizmi? Siz qaysi birini tanlashingizdan qat'iy nazar muqaddas narsangizdan voz kechdingizmi, ular g'alaba qozongan bo'ladi. Biz musulmon turklar birlashib o'z siyosatimizni, o'z iqtisodiyotimizni, o'z yerlarimizdagi logistikani qo'lga oladigan bo'lsak, tarixiy kuchimizga qaytamiz va bu kimlargadir yoqmayapti. Afsuski yoqmayapti. Bizga esa baribir birlashishimiz kerak.